Koreyadagi eng ommabop ishlardan biri qaysini bilasan? Bu restoran va oshxonalarda ishlash. Hozir Koreyadagi o'zbek bir ukamizdan qisqacha intervyu qilib ko'ramiz. Qancha pul topishni ham video davomida bilib olsanglar bo'ladi. Bahrom, Koreyaga kelganingizga qancha bo'ldi o'zi? Koreyada bahorgi semestrga kelgan edim, For Angels tomonidan. Где-то bir 5 oy oldin Jur'at o'zlari yordam berib, kutib olib. Xo'p, Bahrom, Koreyaga kelib oldingiz mana aka. Endi yashash xarajatlari, yeb ichish, ular nima bo'lyapti? Ish topdingizmi? Ish topdim, halol restoranda barmen bo'lib ishlayman. Oyda 2,5 mingcha topamiz, kunida 70-80 bo'ladi, har xil topaveramiz soatiga qarab. O'zimizga yetyapti, $500 raskodim bor, no qolganini O'zbekistonga jo'natib, to'plab ishlayapmiz. Demak, oyiga 2,5 mingcha topar ekansiz. Rasxodingiz $500, kam emasmi $500? $500 endi yeb ichishim bepul, chunki o'zim halol ovqat bilan ta'minlangan to'liq. Qolgani melish ketadi hamma narsalarga. Da, tushunarli. Restoranda ishlaganingiz uchun yeb ichishdan muammo bo'lmas ekan. Shunday. Xo'p, Bahrom, Koreyaga kelganingizda hech afsuslandingizmi bir martaga bo'lsa ham? Hech qachon, chunki Koreya har bitta studentga o'zini kelajagini to'g'ri taxlashi uchun imkoniyat beradi. Koreya deb o'ylaymanki, Amerikadan ham ba'zi jihatlarda ustun deb o'ylayman. Bizning shaxsiy fikrim. Xo'p, Bahrom, Koreyaga kelmoqchi bo'lganlarga demak tavsiya qilasiz. Sizga tavsiya qilaman. Lekin aslında Ford Agency juda zo'r yordam beradi bu narsada. Bo'ysi yomon o'zini ekan, lekin o'zim kichkina his qilib qoldim Bahrom oldida. Men bo'yim 180 dan mana, sizni bo'yingiz necha uka? 1 yildan keyin 2 metr bo'lib qolamdi nasib bo'lsa. Salkam 2 metr ekan.